Buningdagi qonaq mondik ishqingiz kelib kelsa, Ataydan bozorga berib ichib shumang. Bugun sizlarga oilada qonaq mondik etish usulini olib keldim. Qani birlikda o'rganaylik. 2 piyol qonaq quniga 1 piyol bug'doy uni solamiz, yarim qoshiq tuz solamiz. Ezilib ketmaslik uchun 2 qoshiq qonaq kraxmal silib, ozroq suv qo'yib xamir yug'irib olamiz. Xamirni sal changaroq qilib yug'irib olamiz. Ko'rib mishayapsizlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Yaxshi mazmunlar kunda bor. Taom xumar do'stlarimiz uchun 60 xil dars tayyorladim. Buning ichida cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsligimizni 60 xil darsni o'ntoy bilan o'rganalaysiz. 60 xil taom to'piq tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Go'sht to'g'rigan vaqtimiz diqqat qildiganlar, go'shtni bek ushoq to'g'rib atmaymiz. Tam xurishlardan tuz, aqmush, qarmush, zirlan chechib, 1 piyola tayyorlab olgan Sinjang samsaq kavovchining suyini quyib, tashli elashtirib qiyma qilib olamiz. Bunda qiyma qilgan vaqtimizda ajoyib yeyishlik gambek tamlik bo'ldi. Chamg'u bilan sabzini yapalaq g'alati to'g'rab tayyor qilib olamiz. Qozon muvofiq miqdor suv quyib, bularni silib, bir qaynatib, ko'piklarni avatgandan keyin tandurni ushoq chanab, Sinjang samsaq so'ng piyozlarni silib, qaynatib olamiz. Suyini mushtaq tayyor qilib olsanglar bo'ldi. Nayt tamlik chiqdi. Endi buning mondikini tayyorlaymiz. Muvofiq miqdorda xamirni uzib tayyor qilib olgandan keyin yumaloqlab, piziltib ichib, buning ichiga liq go'sht solamiz. Go'sht silib videoda ko'rsatgan bo'yicha tugib tayyorlab olsanglar bo'ldi. Yoki bo'lmasa o'zingizlarning yoqtirishi bo'yicha tugib olsanglar bo'ldi. Videoda ko'rsatgan bo'yicha tugib tayyor